biz Baku shahrida forumda, birdamlik forumida, Markaziy Osiyo Turkiy davlatlar birdamlik forumida ishtirok etmoqdamiz. Bu forum juda ham ahamiyatga ega, ya'ni Turkiy davlatlarni o'zaro madaniy, ma'rifiy va iqtisodiy kuchayishiga, rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Hozirgina mana forumda Zanguzar dahasi masalasi bo'yicha savollar bo'lmoqda, chiqishlar bo'lmoqda. Men o'ylaymanki, bu Zanguzar dahasi Markaziy Osiyo, O'zbekistonni Yevropaga, Ozarbayjon orqali shu Zanguzar dahasi orqali Yevropaga chiqishida juda ham ahamiyatga ega. Bu nafaqat O'zbekiston uchun, butun Turkiy davlatlar uchun juda ham ahamiyatga ega va bu iqtisodiyotni, ma'naviyatni va Turkiy davlat xalqlarini birlashishida muhim ahamiyatga ega deb hisoblayman.